Belingizdagi og'riqlardan charchadingizmi va buning sababi nimada ekanligini bila olmayapsizmi? Hozir men sizga buni tushuntirib beraman. Ko'pincha beldagi og'riqlar churra, ya'ni grija paydo bo'lishi bilan bog'liqdir. Mana bu bizning bel umurtqa qismimiz. Bu yerda esa umurtqalararo disklar joylashgan. Qachonki disk deformatsiyaga uchrasa, ya'ni unda yoriq yoki uzilish paydo bo'lsa, disk ichidagi suyuqlik tashqariga chiqib keta boshlaydi. Tashqariga chiqqan bu suyuqlik sariq rangdagi tolalar, ya'ni bizning asab tolalarimiz, nerv tugallaridir. Churra aynan mana shu asab tolalarini siqib qo'yishni boshlaydi. Suyuqlik, ya'ni biz churra deb ataydigan narsa asab tolalarini qisganda kuchli og'riq va noqulaylik kelib chiqadi. Ko'pincha odam hatto yura olmay yoki qimirlay olmay qoladi. Agar churra kattalashishda davom etsa, u asab tizimiga shunday ta'sir qiladiki, oyoqning pastki qismlari ishlamay qoladi. Ya'ni oyoqlarni sezmay qolamiz, yurish imkoniyati yo'qoladi va bu nogironlar aravachasiga olib kelishi mumkin. Agar siz churradan yoki bel umurtqa sohasidagi og'riqlardan xalos bo'lishni istasangiz, u holda doktor Pradip Singh ko'rigiga yozilishingiz mumkin. Hindistonlik doktor professor Pradip Singh 18 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan mohir ortoped, jarroh, travmatolog va revmatologdir. U sizga og'riqlardan xalos bo'lishga va hayot quvonchini qaytarishga yordam beradi. Agar sizda savollar bo'lsa yoki qabulga yozilishni istasangiz, ko'rsatilgan raqam orqali biz bilan bog'laning. Agar yaqinlaringiz yoki tanishlaringiz orasida shunday muammosi borlar bo'lsa, ushbu videoni ularga ham ulashishni unutmang.